Assalomu alaykum. Universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan og'izda erib ketadigan, qancha yesanglar ham to'yganinglar ham bilmaydigan yegulik tayyorlaymiz. Tuz, sut, tuxumni aralashtirib, sifatli mazali kalix saryog'dan eritib qo'shamiz. Saryog'ni aralashtirib, oppoqqina mayingina ezoz unlaridan foydalanamiz. O'rta yumshoqlikda xamir qoramiz va ustini yopib tindirishga 20 minutga qo'yib qo'yamiz. Qaynatilgan kartoshkani yaxshilab ezib olib, ustiga murch hamda tuzni sepib, yana ham maza kirgizish uchun kalixdan pitsa topping qirg'ichli pishloqlardan foydalanamiz. Pishloq bilan kartoshka mazasi yana ham boshqacha bo'ladi. Ozgina ko'kat qo'shib, yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtiramiz. Tingan xamirimizni ozginadan un sepib, yupqa qilib yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Men xamirli taomlar uchun doimo ezoz unlarni tanlayman. Xamirni to'rtburchak shaklda kesib olamiz va ichiga bir choy qoshiqdan tayyorlab olgan kartoshkali qiymamizni solamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib, xuddi shunaqa to'rtburchak shaklida hammasini tugib olishimiz kerak bo'ladi. Agar chetlari sizda yopishmasa, xamiringiz quruqroq bo'lsa, ozgina suvlab yopishtiring. Bu orada yog'ni qizdirishga qo'yib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qizib turgan yog'da, lekin baland emas, o'rta olovda tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Bu juda ham tez pishib chiqadi. Deyarli 5-6 minutda tayyor bo'ladi. Chovlida yog'laridan olib, bemalol solib dasturxonga tortamiz. Bu yegulikni issiqligida yeyishni tavsiya qilaman. Yumshoqqina kartoshka, og'izda erib ketadigan xamir va ichidagi cho'ziluvchan pishlog'i bilan bu juda ham mazali bo'ladi. Albatta sizlar ham xuddi shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Bolajonlarning sevimli yeguligiga aylanadi. Yoqimli ishtaha hammalarga.